Bugun bir muammo bo'lib qoldi. Muhidin akam bilan sal o'rtamizda tortishuv bo'lib qoldi. Xullas kalom, men bir narsa aytmoqchiman. Shu nimagadir muammolar meni hech tark etkisi kelmaydi. Men harakat qilaman, doimo harakat qilaman natija qilishga. To'g'risi, lekin muammolar meni hech tark etmaydi. Birini yopsam ikkinchisi, ikkinchisini yopsam uchinchisi. Hayronman. Akam bilan o'rtamizda bo'lgan muammo, akam meni kechiradi. Men akamni yaxshi ko'raman. Oldiga boraman, ko'ksimdan aytarmaydi. Lekin borib, men bir narsa aytmoqchiman. Men shu vaqtgacha bor budimni ko'rsatdim, hayotimni ko'rsatdim, qiyinchiliklarimni ko'rsatdim, nima yeyishimgacha ko'rsatdim. To'g'risi, tepada Alloh turibdi. Men bor haqiqat bilan yuradigan yigitman. Ba'zi joyda xatoliklar qilgandirman. Begunoh faqat Parvardigor. Mani ustimdan kulishlar, ko'chada masxaraboz, yo'qsan, tudingsan. To'g'risi, men qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Qandaydi meni hayotim ideal bo'lganda edi, men shunchaki spokойно bo'lgan bo'lardim. Bunaqa muammolar kirib qolgan, bunaqa situatsiyalar ko'rib qolgan bo'lmasmidim. Sen faqat qiyinchiligingni ko'rsatasan deb ko'pchilik aytadi-da. Men oshkorona yashashni yaxshi ko'raman-da. Men xarakteriskam shunaqa. Kimdir erta bir kun mendan motivatsiya olsin deyman. Kimdirlar ko'rsatishni xohlamaydi. Lekin do'stlar, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, hammasi Allohdan bo'lishi kerak ekan. Xudodan aka, sizni yaxshi ko'raman akam. Kim nima deydi, nima qo'yadi? Ertasi yoningizga boraman akam. Joningiz sog' bo'lsin. O'shaga meni ikkita yelkam va ikkita akam bor. Xudodan akam, Amirxon akam. Borlaringizga shukr. Qo'lim ko'ksimda.